Yaxtakkina ko'lachani xo'plab, ketiman bunday yonib turgan negativchilarni obzor qilamiz. Basharani operatsiya qiling. Katey daftariga o'xshaydi. Bu sizni qoshlaringizga qaraganda siz yo'l daftarga ko'proq tortar ekansiz. Men endi chiranmasdan, peschaga o'xshab, kommentariy yozmasdan bir kachatsa qiling. Bu qizlar sizni qaddingizga qarab gaplashadi. Yo Ronaldamisiz siz? Hozir Ronaldani ham mensishmayapti. Gulyabatu Qaharovna. Abdini qara. Hop, bitta sizikini qaraylik, jonidan, bitta sizikini. Oydek yuzingizga bir mahliyo bo'laylik. Mushugim yana qurtimni o'g'irlasa, mana shu xotinni ko'rsatib qo'rqitaman. Viski. Uxlayapti chon. Urot bila. Zarishkam yozyapti menga. Zarishkam yozyaptilar. Da singlim. Bu Bashara bilan realni yuzi bekitib tushirgan ma'qul. Bu yerda neudachniy Photoshop bo'lib qolganidan bitta ko'z toqqa, ikkinchi ko'z toqqa qarayapti. Rost nima dey? Kommentdagi opaga o'xshashing uchun ko'tingni tozalab art. Kir ko'timni ko'rmasliging uchun ko'timdan burunchangni olib gapir. Bloger 10 yillik tajribaga ega stilist, leshmaker, leshmaker, parixt maker. Abu qosh nima deyapti? Bravist, abu qosh nima deyapti onasi? 10 yillik tajribaga ega stilist emas, 10 yillik makiyaj bilan yuradigan stilist degan xulosaga keldik. Qiz bola shunchalik ham sovuq bo'ladimi? Ustiga ustak o'zini chiroyli deb bilsa-ya, men o'zimni chiroyli deb bilmayman. Ochiqni aytsam-da. Ya axuyennaya. Hop, akani ko'raylik. Berilib ketdim, orzularim berilib ketdim. Et pizdets. Shu gap keyin ko'rasizmi? Aytamsizlar. Видишь? Qaysi biri bilmayman, lekin ikkalasi ham ketadi. To'g'ri aytibdi. Basharangni qara, astag'firulloh. Shunchaki kulib qo'ydim. Çok şükür, bin şükür seni bana verene, yazmasın tek günü. Qaytaraman, kulib qo'ydim. Nuri ham yo'q. Uyda sveti yo'qmi? Mani nurim garsmi? Tak, bu plastikani nuri yo'q. Yuzida nuri ham yo'q. Qizil pomadam qani? Men lyustrani berib yuboringlar, qulog'imga ilib oling. Abdini qara. Abdizni ko'raylik. Boshqasini topish muammo emas. O qaynachamizni ko'rib, burni qayerda degan savol tug'ilishi mumkin sizda. Burni ketimda. Tirralib turibdi. Shuning joyida emas burni. Sen erkak bo'lsang, operatsiyaga kerak. Xo'p, men erkakman. Sen ham erkak bo'l. Katta yurak, qorningday. Po'xcha qorningday yo'q. Bu tirnoqlar bilan ko'tim arta olayman, lekin yurak qila olmas ekanman. Uzr lekin. Turishingni qaramol. Mana shu opaxon tili tagiga noschasini tashab, bitta eshakchani kishnatib, oldiga kompotchalar qo'yib, piyolachalar ushlab, shu kommentariyani yozgan shekilli. Tabiiy qizga o'xshay olmaysan, yalmog'iz. Iltimos, o'zlaringni yerga urmasdan, o'zlaringni sharmanda qilmasdan, konturni burunni tagigacha tirab bo'yab olib, qosh ko'mirda yoki flomasterda chizib olib, rasmlaringni tanib bo'lmas darajada Photoshop qilib olib, menga tabiiylik haqida gapirmanglar. Nima balolarga betga ham borishingiz kerakmi? Mantiqsiz gaplaringiz ma'nosiz ma'no qidirib ketdi shekilli. Nela opajon, 60 ga kirib, klimaks bo'lishingizga qaramasdan, mana shu siz aytgan mantiqsiz gaplarim bilan masofada turib sizni homilador qilib qo'yishim mumkin.
Shuning uchun ehtiyot bo'ling. Qildirish shart emas sizga. O'zi shundoq ham yag'ringiz chiqib yotibdi. 5 kun yechmasdan prokladka qilib yursa bo'ladi bu qoshni. Bu opaxonni go'zalligini darsh ta'riflasam, realna o'zim emas, tilimni yag'ri chiqib ketadi. Shu sababli shu joyda tugallab, oxirida esa как обычно bitta hurliqoni videosini qo'yib yuborib, siz bilan xayrlashib qolamiz azizlarim. Nima? Turishingni qaramol. Yo'qo'ya себе demasdan negativchilarni siqab zo'r qilamiz. Sen tuzalmaydigan kasalga chalinibsan. Insonga Allohning o'zi davo bermasa, qiyin ekanda. Sog'lar qanaqa ko'rinishda bo'lishini хотя бы bitta ko'ring. Ravshanovna opamiz kunduzi. Kechasi. Oh bila kuntumaychalardan biri ekan, internetda tabib tarqab ketuvdi-ku, og'izga tuflab davolaydigan. Mana shu opani shu tabibga olib borib og'ziga tuflatib yuborish kerak ekan. Shirin so'zlar chiqib qolar хотя бы keyin. Basharani qara, nima bu o'zini chiroyli deb o'ylaydimi? Ko'ngil aynidi-ku buni ko'rib. Isqirt, bla. 1 shot, 2 shot, 3 shot, foto bila ekan bu yana. Xo'rozi guli bir meni ko'rib sizni ko'nglingiz aynar ekan, meni esa ko'nglim aynishga uspet qilmayapti, uspet qilolmay qolyapti. Qurtishim borish kerak. Qurt bormi? Viski qurt o'g'irlashda davom etyapti. Mushugim. Viskicha. Surbatdan. Labingni kichkina qil. Endi bu opaxonimizniki kichkina bo'lgandan keyin hamma narsa katta bo'lib ko'rinsa kerak-da. Uzr-ku, sizni xuddi trendga chiqqan video bor-ku. Ketmi. O'shanga o'xshatdim. Eshmi, look at me'ga ko'proq siz o'xshatgansiz. Uzr alaykum, uzr. Qildirib ko'r, bilasan. Bu pizdukcha, pamperscha kechadan tushganini hisobga olgan holda tushunamiz. Ko'z oldidan haligacha ketmagandir-da. Hala bormikan bu pizdukchalarga? Qorinchasini bilqaytirib halitdan. Jasmin ekan futbolni komandasidan emasmisiz? Tushunganlar olovidan. Bu opaxonni o'tirishlariga qaraganda o'ziga yo'l izlayapti. Bitta oyog'ini ko'tarib olgan, bitta oyog'ini cho'zib olgan. Tushunganlar olov bosdi. Tushunganlar olovidan beringizlar, kommentariyada olovlar qoldiramiz kim tushungan bo'lsa. Yaxshilab qoqtir negerga. Tit. Abonent javob bermaganga qaraganda neger siz bilan band, sizdan bo'shamayapti ekan. Bir dastavka qilib vazelin-pazelincha berib yuboraymi?